Toshloq tumanidagi Besarang mahalla fuqarolar yig'inini ko'pchilik qovunchilar qishlog'i deb aytadi. Buning muhim sababi ham bor. 85% xonadon mamlakatga bahor kirishdan avval kichik tomorqasi bo'ladimi yoki katta dalasi qovun ekishni boshlaydi. Har bir oila qovun parvarishini hikmatini olgan. Axir bu yerda qovunchilik rivojlangan. Hozir mahallamizda aholimiz 92 gektar tomorqalari bo'lib, shundan 55 gektarida mana shu Dagara F1 navli qovun yetishtirilyapti. Xudo xolasa rejalarimiz bor. Bu yil Rossiyaga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga eksport qilish bo'yicha tumanimiz hokimi o'zi boshqarish bo'lyapti. Xudo xolasa eksport qilamiz. Mahalla raisi aytadiki, qaysi eshikni qoqmang, hammasi qovun ekkan. Shu sababli yo'limiz tushgan eshik egasini chaqirib kirdik. Ahad aka Jo'rayevni 18 sotiq yeri bor. Fevral oyining 10-sanasida qovun urug'lari ekilgandi. Unib chiqdi. Mart oyida ko'chatlarni yerga qadadilar. Shundan beri parvarishlab, ekib qarab kelyapmiz. Qishning izg'irinida ekilgan qovun urug'larini unib chiqishigacha bo'lgan mashaqqatlarni eslaydi Ahad aka. Oson bo'lmadi. Shunda 2 mahal kechasi qaraysiz, varankada katta o'pgandan keyin pechka to'xtatiladi. Shu yerga olishdan 5-10 kun burun pechka yonishdan to'xtatdi. Shu ungacha ko'mir yoqib yetishtiramiz. Xullas, mart oyida ekilgan qovun ko'chatlari aprel oyida mevaga kirdi. May oyida esa pishib yetishdi. Ob-havo yaxshi kelsa bitta qovun 2 kiloga yaqin chiqadi, shunaqa. 2 kilodan kattasi ham bo'ladi. Deyarli qovunchilikni hikmatini olgansizlar, ha? Endi oldik. 3-4 yildan beri ekyapmiz, shug'ullanib kelyapmiz. Undan oldin bodring, karam ekib yurardik. Pomidor ekdik, o'tgan yil mana shu yerimizga daladagi qovun ekdik. Yo'l yurib, mahallada yashovchi yana bir xonadonga kirdik. Bu uy Manzura opa Homidovaniki. Tomorqasini turmush o'rtog'i bilan birga parvarishlayotganliklariga guvoh bo'ldik. Erta pishar qovun naviga maza kiribdi. Qovunni bozorga olib chiqamiz. O'zimizning mahalla hududimizda ichki bozorlarimiz tashkillangan. Unga Rossiyaga eksportlarda yo'lga qo'yilgan Qirg'iziston respublikalariga qovunlarimiz eksport bo'ladi. Bu qovun erta pishar bo'lsa, sifati chiroyli bo'lsa, mazasi qanday degan savol berdik opaga. Tilni yorar, shirasi baland deydi opa. Bunday bo'lishining asosiy sababi avvalo mehrimiz deydi tomorqachi. Qovunimizni mazasi juda ham shirin bo'ladi. Chunki qovunimiz to'rlab pishadi. O'sha to'rlab pishgandan keyin qovunning mazasi nihoyatda shirin bo'ladi. Daromati zo'r, ha? Daromati xudo xolasa zo'r. 8 sotiqlik yerlariga har yili qovun ekadilar. Bu polis ekiniga ozgina maza kirsa bas. Xaridorlar eshik tagida naq turadilar. O'tgan yili ham yaxshi daromad qilibdi oila. O'tgan yil 40 millionga yaqin qovundan daromad qilganmiz. Undan tashqari yana daromad olasizlar yerga narsa. Undan keyin plyonka ostiga karam ko'chatini tayyorlab qo'yamiz. Qovunni olganimizdan keyin ikkinchi karamimiz ekamiz. Karamdan ham yaxshigina daromad olamiz. Yo'limiz davomida katta dalalarga qovun ekkan dehqonlar bilan ham uchrashdik. Yiliga katta daromad olishlari, mamlakatimiz ichki bozordan tashqari xorij bozorini Toshloq qovunlari bezashini aytadi. Mahalla raisi aytadiki, bu yerliklar o'z tajribasini boshqa mahalla fuqarolar yig'inidagilarga ham o'rtoqlashmoqda. Qo'shni qishloqlar qiziqishib, hozirgi kunda mana Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini, Xonariq mahalla, Mehnatobod mahallasi kelib bizdan o'rganishib, ularda ham hozirgi kunda 4-5 gektardan ekilyapti. Xullas, Toshloqning Besarangida qovun pishdi. Yangilikdan totib ko'rish istagida bo'lsangiz, qovunchilar qishlog'iga keling. Xohlagan eshigingizni qoqsangiz, qovun tayyor. Mehmonman desangiz bas. Uy to'riga o'tkazib, darrov dasturxonga qovun qo'yadilar. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.